Assalomu alaykum. Bugun sizlarga pahlavani qarindoshi bo'lgan ajoyib shirinlikni o'rgataman. 500 gram unni 300 gram margarin bilan yaxshilab kroshka holatiga keltirib olamiz. O'rtasini ochib 300 gram smetana, 3 ta tuxum sarig'i, 5 gram vanilin, 5 gram razrixniy solib, oldin lopata yordamida yaxshilab aralashtirib, yana 100 gramcha un qo'shib, qo'lga yopishmaydigan yumshoq xamir hamda ustini yopib, xolodilnikka 20 daqiqaga tindirishga qo'yamiz. Tingan xamirlarimizni 8 bo'lakka bo'lib olamiz. Endi esa nachinkasini tayyorlab olamiz. 400 gram yong'oq, 300 gram magis, 200 gram shakar, 200 gram un solib, quruq massalani aralashtirib olamiz. Aralashtirib bo'lgach, 4 ta tuxumni oqi hamda xona haroratida yumshab turgan 100 gram margarin solib, bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz. Endi esa xamirlarni yupqa shaklda yoyamiz hamda ichiga nachinkasidan solib, ruletdagi qilib o'ramiz. Nachinkalar chiqib ketmasligi uchun ikki chetini yopishtirib qo'yamiz. Ustiga tuxum sarig'idan surib, kasoy shaklda faqat ustki qismini kesib chiqamiz. Qizib turgan duxovkamizda 180 gradusda 30-40 minutda pishirib olamiz. Qaynoqligida ustiga asal hamda saryoni eritib suramiz hamda ustini fistashka yoki yong'oq bilan bezatishimiz mumkin. Retseptni o'zingizga saqlab qo'ying, yaqinlaringiz bilan bo'lishib, like bosib, izohlaringizni qoldiring. Rahmat.